Demak, e'tiboringiz markazida Delfin. Delfin bilan qora marjon. Bitta taroziga qo'yib ham ko'rsatamiz. Sportivniy vesda turibgan, robotchi holatda deyiladi. Lekin bari bitta veslarni ko'rib qo'yamiz. Demak, tarozida e'tiboringiz markazida Delfin. 155 kilo. Ko'z tegasilar. 155 kilogramm. Qora marjon olib chiqing, qora marjon. Hozir qo'chqorga ta'rif beramiz, bitta vesini ko'rib olaylik. Ana undan keyin ikkala qo'chqorni ham chiroyli qilib yoritib, qaysi liniyadan, necha yoshda hammasini chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Qora marjon qaysarroq ekan-a? Bir 169 kilo. 169 kilogramm tosh bosdi qora marjon. Ko'z tegmasin. Mashalloh. Taniqli Lopes degan qo'ydi. Liniyasidan bo'ladi. Husan aka endi bitta o'zi ta'rif berasiz qo'chqorlarga. Assalomu alaykum. Qo'chqorimiz Qirg'izistonda Lopes degan chempionda o'g'li bo'ladi. Millionda nevarasi bo'lib qoladi. Qora marjon. Ikki marta chempion bo'lgan bu qo'chqorimiz. Hamma taniydi. Bu bo'lsa shu Delfin degan qo'chqorimiz. Lina dilimli. Bu Qo'zilikda chempion bo'lgan, Toshkentda chempion bo'lgan, 3 marta chempion bo'lgan qo'chqorimiz. Hozirgi yoshda 3,5 yosh. Qo'chqorga men yana qisqacha ta'rif berib o'taman. Hammamizning xabarimiz bor. Ginneslar rekordiga kirgan million degan qo'chqor bor. Mana shu millionning liniyasidan bo'lib qoladi. Lopesni qo'zi qo'chqori. Laqabi qora marjon. Hozirgi kunda 8 tishda ekan o'rtoqlar. Andijonning qo'chqorlari. Mana bitta aylantirib, rahmat Husanboy aka. Xo'p, xalqimiz uchun tushuntirish berib qo'yamiz. Liniya degani bu, mabodo bilmaganlar uchun, bu qo'chqor ota tarafdan yo'nalish, nasl yo'nalishi. Bu yerda liniyasi falon deganda aynan o'sha qo'chqorning urug'idan dunyoga kelgan deb ta'rif berilyapti. Shuni to'g'ri tushunasizlar. Xo'p. Navbatdagi qo'chqorga o'rinni